Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 19 aprel 2025-yil. Kechagi ishimizni tugatdik. Mana GoPro turbamizni olib o'tib qo'ydik. 250 talik 25 metr atrofida chiqdi yo'limiz. O'sha asfalt yo'limizni buzmasdan olib o'tib berdik. Turg'alab. Hozir mana birinchini ko'rsataman. O'tgan joyda mana shu joyda o'tdi. Mana bu yoqdan fermer akalarimiz suv olib kelar ekan Zagandan. Xizmatlar bo'lsa murojaat qilaverasizlar bemalol. Ekranlarimizga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Gaz, tok, suv, kanalizatsiya, shu burchakkalar bo'ladimi, uylar tagidan bo'ladimi, olib o'tib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Podpiska, laykni ayamasdan bosaverasizlar.